Puldan ko'ra pодарок yaxshiroqmikan? Opa, har xil narsa. Kimgadir pодарок yaxshi, kimgadir pul yaxshi. Biz demaymiz. Siz pul topyapsiz. Pодарок yaxshi. 2000 so'm beraman, opa. Уже o'ylandingiz. Уже o'ylandingiz. Opam o'ylantirgan savol berib qo'ydim. Pul topyapti. Topyapti. Pul topyapti. 2000 so'm beraman. Sizlarda estalib qilib pодаркалari. Mana 2000 so'm opa. Mana 3000 so'm opa mana. Qaysi biridan olasiz? Pодаркani olasizmi? Yo 3000 so'm pul bilan. Oxirgi pulni qayt qilishim. Oxirgi. Ha, men o'ylanib ko'ring, yaxshi. Nima chiqib qolishi biz har xil narsa chiqadi. Zo'r narsa ham chiqib qoladi, oddiy narsa ham chiqib qoladi. Endi o'zi To'g'ri, peshadan. peshana pul topyapmiz. Topyapmiz. Pul topyapmiz. Allohga shukr, Alloh rizq Xudoga shukr. Opa qaysin to'laysiz? Pодаркка pul. Mana sizga pulni ko'rsatdim. Bari pul odam tortadi deb. Tortadi. Yomonda bu pul yomonda bu pul. Qaysi pul tanlaysiz? Pul yo pодарок? Pulda отказ qildingiz. O'ylanib ko'ring. O'ylaning. Bana qarab turibdi. Ichida har xil narsa chiqib qolishi mumkin, opa. Qaysi birini tanladingiz? Oxirgi savolimiz. Bu turay pulni bergan bolam pul. Pul deyaptimi? Pul bor. 3000 so'm oldingiz. Ichida nima chiqishini ko'rsatmaymiz? Yo'q, ko'rsatmaymiz. Ichida nimadir borligini interesli bo'lsa, ko'rsatmay qolaylik. Hadi, uning ichida yaxshi narsa bor edi. Endi siz ham ichingiz zzz deb qolmasin deyapman. Ko'rsataman. O'zingizga ko'rsataman. Ichida nima borligini yozishsinlar. Ichida opa. Bo'ldi. Yaxshi bo'ldi? Yaxshi. Opamiz pul oldi, sog' bo'linglar. Ichida nima borligini kommentariyga yozib qoldiringlar.